Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Keling bugun sizlar bilan bachadon bo'yni saratoni haqida gaplashamiz. Nima uchun bu temani olib chiqyapman? Sababi statistika bo'yicha ayollarda bachadon bo'yni saratoni birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun shu temani olib chiqishga qaror qildim. Keling avval o'zim haqimda qisqacha tanishtirsam, yangi obunachilarim uchun men 15 yillik stajga ega Go'zal Axrarovna, ginekolog, uzist, mammolog va reproduktologman. Mavzuga qaytsak, bachadon bo'yni saratoni nima uchun birinchi o'rinda turibdi? Sababi ayollarimiz bachadon bo'yni saratonini kech aniqlangani uchun ularda birinchi o'rinda turibdi. Profilaktika maqsadida hozir Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan profilaktika maqsadida, shuni oldini olish maqsadida yosh qizlarimizda maktab davridan VPChga emlanyapti. Mana ko'pchilik menga yosh mana shu qizi bor oilalar telefon qilib yoki bo'lmasa qabulga kelib so'rashadi. Qizimga maktabdan VPC emlanyapti, mumkinmi? Ginekolog sifatida nima deysiz deb menga savol berishadi. Mumkin. Sababi qizingizni emlatishingiz kerak. Nima uchun? Именно VPC infeksiyasi, ya'ni virus papilloma человека bu olib keladi yoshi katta bo'lgandan keyin bachadon bo'yni saratoniga olib kelishi mumkin. Shuning uchun profilaktika maqsadida qizlarimiz yoshlik davridan emlanadi. Bachadon bo'yni saratoni nima? Bachadon bo'yni saratonini keltirib chiqaruvchi sabablari, klinikasi va davolash taktikasi qanday bo'ladi? Hozir keling sizlarga shu haqida batafsil tushuntirib beraman. Bachadon bo'yni saratoni bu bachadon bo'ynidagi xavfli o'simta hisoblanadi. Ya'ni bu xavfsiz hisoblanganligi sababli bizda bu metastaz berish qobiliyatiga ega, ya'ni bachadon bo'ynidan bachadonga, tuxumdonga va qorin bo'shlari a'zolariga, bundan tashqari ko'krak beziga ham metastaz berishi mumkin. Shuning uchun xavfli hisoblanadi. Bachadon bo'yni saratonini keltirib chiqaruvchi sabablari juda ko'p. Biz ayniqsa bitta sababni ko'rsata olmaymiz, chunki aniqlanmagan juda ko'p sabab bo'ladi. Hozirgina aytib o'tganim VPC, ya'ni virus papilloma человека bu birinchi o'rinda turadi sababi bu birinchi o'rindagi infeksiya mana shu kasallikni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari ayollarimizni turli xil partnyorlar bilan aloqa qilish bu narsa olib keladi shu o'sha infeksiyani yuqtirib olishga va keyinchalik esa bachadon bo'yni saratoniga sabab bo'lib qoladi. Bundan tashqari nasliy moyillik, ya'ni anamnezida, buvisida, prababushkalarida aniqlangan bachadon bo'yni saratoni. Agarda ularda oilaviy anamnezida mana shu bachadon bo'yni saratoni aniqlansa, albatta u ham o'zini profilaktika maqsadida o'zini tekshirtirib turish kerak, chunki bularda ham kuzatilishi mumkin. Bachadon bo'yni klinikasi qanday bo'ladi? Odatda bachadon bo'yni yashirin kechadi saratoni, sababi hech qanaqa klinika bermaydi. Qachonki u o'zida o'sha klinika namoyon qilganda biz aytamiz ikkinchi darajaga o'tganligini. Bunda qanday belgilar bo'ladi? Ayol kishida jinsiy aloqada og'riq bo'lishi, ba'zi jinsiy aloqada qon kelib qolishi, o'z-o'zidan qon kelib qolish holatlari va bundan tashqari qo'q sohasida va bachadonlarda og'riq sezishi, diskomfort bo'lishi bu birinchi belgilari hisoblanadi. Bachadon bo'yni saratoni aniqlangan ayollarda tug'ish mumkin emas, sababi bachadon bo'ynidagi o'simta hisobiga ularga ruxsat berilmaydi. Bularda savol berishadi, erta klimaks bo'ladimi? Ya'ni bachadon bo'yni saratoni aniqlanganlarda klimaks bo'ladimi deb savol berishadi. Yo'q. U klimaksga daxli yo'q, chunki u tuxumdonlardagi jarayon bachadon bo'yniga ta'sir qilmaydi. Agarda bachadon bo'ynida saraton aniqlansa, darajasiga qarab turib nur terapiya qilib, даже tuxumdon bachadonlar ham olib tashlanishi mumkin. Buning natijasida ayol kishida o'sha hayz to'xtaydi. Mana shu holatdagina biza hayzni to'xtashi mumkin. Lekin bachadon bo'yni saratonini o'zi klimaksga olib kelmaydi. Qanday qilib bachadon bo'yni saratonini erta aniqlash mumkin? Buni albatta ilojisi bor. Buning uchun har bitta ayol kishi yilda bir marta bo'lsa ham ginekolog ko'rigiga chiqishlari, bachadon bo'ynini kresloda ko'rsatishlari hamda UZIda tekshiruvlardan o'tishlari hamda spetsalniy tekshiruvlari bor. Ya'ni pap mazok, VPC, kolposkopiya qilishlari zarur bo'ladi. Agarda shu tekshiruvlardan o'tganda ayol kishida qaysidir tekshiruv etapida o'zgarish bo'lsa, bunda albatta davolanishni erta boshlashlarini tavsiya berardik. Shunda biz kasallikni barvaqt aniqlab, barvaqt uni to'xtatishimizga erisharmiz. Agarda sizda bachadon bo'yni saratoni aniqlansa, siz albatta onkoginekologga borishingiz kerak, uni maslahatini olishingiz kerak. Sizga tavsiya berishadi boshqa ginekologlar, kelgin o'zim davolab beraman, lazer bilan olib tashlayman yoki qandaydir operatsiya turlarini taklif qilishadi, lekin u yerga bormasligingizni tavsiya beraman. Sababi bu narsa sizga keyinchalik asorat berib, boshqa organlaringizga metastaz berishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun faqatgina agar shu diagnoz tasdiqlansa, sizni faqatgina maxsus onkoginekolog davolashi kerak bo'ladi. Shunga o'xshagan ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymasligi uchun sahifamga obuna bo'lib qoling.